Hurmatli Nilufar Hamidova, assalomu alaykum. Bu sizga mani videoyim chin qalbimdan aytilgan gaplar. Men sizni Taqdirlar serialidan taniyman. O'sha serialda sochlaringiz uzun, lozim ishtonlarda, chiroyli kiyimlarda oilani, qaynona zug'umlari, har qanaqa qiyinchiliklar, yetishmovchilik, kamchiliklardan o'tib qanchalik baxtli yashash mumkinligini, oila o'gitlarini men sizdan o'rganib katta bo'lgan qizmanda. Hozir ham oilali bo'lib, alhamdulillah, har xil qiyinchiliklardan o'tsam ham o'sha tarbiyalar menga bo'lgan sizlarni aktyor aktrisalarimiz bir paytlar o'ynagan yaxshi rollaridan ilhomlanib biz ham shunaqa tarbiya topdik. Lekin hozir qizim yoki jiyanlarim sizni ko'rishni umuman xohlamayman. Ayniqsa bunaqa fahshona harakatlaringiz bilan ayollarimizni ko'chalarda Mavs ko'rslar bilan hidlab, ko'chalarda Amerikadagidagi zombilardek o'lib ketishi, shunaqa qotib qolishlari, xohlagan erkiga xohlagancha hidlatib burchaklarga olib borib, xohlagan musurini ichiga o'ldirib tashlab ketishiga sizlar targ'ib qilmayapsizlarmi? Qani jenskaya solidarность, qani nimaga O'zbekistonni bunaqa fahshga chorlayapsizlar yoki sizlarga kimdir pul to'layaptimi, qatlagadir kimlarnidir qanaqadir odamlar bosim o'tkazyaptimi? Bilmadim endi bu narsalar nimaga bo'lyapti-yu, lekin men ayollarimiz o'z o'rnida go'zal va latofatli bo'lib, sochlari uzun bo'lib, oilani eng go'zali bo'lib yashashligini, erkaklarimiz o'z o'rnida boshimizda toj bo'lib, yelkamizda suyanch bo'lishlarini xohlayman. Kim men bilan bo'lsa, Nilufar Hamidovaga boykot